Bugungi kunda soliq to'lovchilarni o'z vaqtida byudjetdan tashqari ijtimoiy soliqlardan bo'lgan qarzdorligini to'lanmasligining asosiy sababi majburiy undirish choralariga olib kelinadi. Buning uchun birinchi navbatda har bir xo'jalik yurituvchi subyektlar hisoblangan soliqlarning hisobotlarini o'z vaqtida yuborishlari, hisobot yuborilgandan keyin to'lov topshiriqnomalarini o'z vaqtida qo'yishlari hamda hisoblangan soliqlarni o'z vaqtida to'lab borishlari korxonaga nisbatan majburiy undirish choralari qo'llanilmasligiga asos bo'ladi. Bundan tashqari bugungi kunda o'sha viloyatimiz bo'yicha 8896 ta xo'jalik yurituvchi subyektlarning 60 milliard 429 million so'mlik byudjetdan tashqari o'sha ijtimoiy soliqlardan bo'lgan qarzdorligi mavjud bo'lib, shundan viloyat soliq to'lovchilari 49 milliard 310 million so'mni, tuman soliq to'lovchilari esa soliq to'lovchilarining qarzdorligi 11 milliard 118 million so'mni tashkil qiladi. Joriy yilning 25 fevral holatiga ushbu soliq to'lovlarini 191 milliard 98 million so'm mablag'lari undirilganligini misol qilishimiz mumkin. Hozirgi kunda mazkur xo'jalik yurituvchi subyektlarning qarzdorligi xo'jalik yurituvchi subyektlarning qarzdorlik hisobidan grafik asosida soliq qonunchiligida belgilangan tartibda tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib, xususan Sirdaryo viloyati Toza hudud davlat unitar muassasasi korxonasini hamda Sirdaryo viloyati suv oqovi aksionerlik jamiyatini byudjetdan tashqari ijtimoiy soliqlardan bo'lgan qarzdorligini korxona balansida bo'lgan asosiy vositalarni xatlaganligimizni hamda o'sha xatlov jarayonida 220 million so'm mablag'ni byudjetga undirilganligini misol qilishimiz mumkin. Hurmatli tadbirkorlar, byudjetdan tashqari ijtimoiy soliqdan bo'lgan soliq qarzdorligingizni soliq kodeksida belgilangan tartibda o'z vaqtida to'lasangiz, sizga nisbatan penya qo'llanilmaydi. Majburiy undirish choralari qo'llanilmasligi maqsadga muvofiq hisoblanadi.